Assalomu alaykum, hurmatli Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Mana bugun 2026-yil 3-fevral kuni Dehqonobod tumani Chambil mahalla fuqarolar yig'inini Qaradag'na qishlog'idan mana ikkita bemorni UAZ mana Nexia'ni trosga baylab turib, mana shunday vaziyatga olib chiqayapmiz. Ertalab soat 6 ga jo'naganimiz. Dehqonobod tumani hokimiga, mahalla raisiga, hammasiga 10 martadan borib murojaat qilganmiz. Mana bizning ahvolimiz. Biz mana shu ijtimoiy tarmoqlarga ko'rib, boshqa mahallalarda, boshqa joylarga bo'layotgan anavlarni ko'rib mag'rurlarmiz, lekin bizlarni hech kim tinglamaydi, so'ramaydi. Mana shu 54 yoshga kirdim men. Dehqonobod tumanini nechta hokim bo'lsa, mana shu avjinga birontasi kelgani yo'q. Kelmaydi ham bundan keyin biz murojaat qilganimiz bilan murojaatimizni hech kim tinglamaydi. Siz prezidentdan iltimosimiz, bizning yo'limizni, suvimizni mana shu yerga to'riz xo'jalikdan ziyod xo'jalikni ichimlik suvidan uzib tashlagan. O'zimizdan ketgan suvni mana shu bizdan o'tib ketgan 35 dona buloqni olib Dehqonobod tumaniga 100 kilometrga olib borgan. Lekin mana bu yerga to'riz xo'jalik ichimlik suvidan mana shu yerga Chambil mahallasini, Qaradag'na, Ovjin qishlog'ini suvini uzib tashlagan. Buni kim so'raydi? Ichimlik suvi bo'yicha qancha prezidentimiz mana siz qanchani qilyapsiz? Mana bemorni olib ertalab jo'naganimiz. Bu yerga tez yordam kela olmasa, mahalla raisi xabar olmasa, hokim xabar olmasa, kim bizning ahvolimizni so'raydi? Kim so'raydi bizlardan? Mana shu ahvolda bizlarda yo'limizga yo'l masalasi bo'yicha borganmiz hokimga. Iltimos sizdan mana shu bizning murojaatimizni kelib o'rganib, bizlarda ichimlik suvi yo'limizni muammosini hal qilasiz. Momanon. Dehqonobod tumanida Suyun Allanazarov degan suv ta'minotida ishlaydi, u shaxsiy mulki qilib olgan. Hech kimni gapini o'z boshiga odamlarga, mana shu yerga qishloqqa yashaydigan fuqarolarga jarima chiqarib o'tiribdi, o'tirgan joyida. Mana bu yerga kelib odamlar kim bilan shartnoma tuzgan, kimda qanday shartnomasi bor ko'rsatib berib, mana bu yerga jarimasini nima qilib o'tiribdi hozirgacha ijroga bermay, sudga chiqarmay. Bizning ichimlik suvimiz, mana yo'limiz, grider tashkillashtirmasangiz bizning sharoitimiz juda og'ir. Mana Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani Qiziltomda nima voqea bo'lyapti? Nechta aholi u yerga qiynalib yotibdi. Grider u yerga boradi, hamma narsa boradi. Bizlarga ham amaliy yordam qilishingizni so'rayman.